Bugungi videomizda sizlar bilan O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi Kannavaroni xudo xohlasa sizlar bilan bugun chiroyli qilib full qilishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlashdan avval videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana bu ekraningizga Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Bu Telegram kanalda sezon paslarga aksiyalar qilib turibmiz. Har xil sezon pas, 10 ta sezon pasga ham aksiya qilyapmiz yaqinda. Qanaqa bo'ladi desanglar, mana bunaqa futbolchilarni olish uchun bilasizlar, sezon pas kerak bo'ladi. Mana sezon pasni o'zidan tepasidan 3 ta olsanglar bo'ladi, pastdan 2 ta olsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa sezon pasni ochtirsanglar bo'ladi. Ochib berish xizmati ham bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, videorolikni boshladik. Cannavaro juda ham ajoyib futbolchi. 86. Hali 86lik futbolchi yo'q, bilasizlar. Darajasi 21dan, darajasi 20 dan oladigan bo'lsak, 86lik futbolchi yo'q hali. Darajada bitta Cannavaro chiqdi, klassik player bo'lib, hozir biz sizlarni mana shu full qilishga harakat qilamiz. Xo'p, biz защитник qilamiz va Cannavaro. Xo'p, biz kontrol emas, biz pasini, udarini, atborini tepasidan to'p düz chiqarishimiz kerak. Xo'p, qanday boshlaymiz? Kontrol, chidamlilik darajasi va tezlik. Kontrolga tushirmaslik kerak-da. Shu udarga tushiraylik, hatto bu udari juda 53 ekan. Bosh bilan o'ynaganda endi bir udariga qo'shsa yaxshi bo'ladi-da, baribir. Xo'p, keyin tezlikka beramiz. Xo'p, ovozni normada, hozir ovozlarni to'g'rilab qo'yaman, biroz baland bo'lsa. Xo'sh, Cannavaro haqida ma'lumot aytadigan bo'lsam, u bir marta jahon chempionatini yutgan, oltin to'pni menimcha yutgan. Adashmasam, to'g'risi ko'p ma'lumot bilmayman bu haqida. Xo'sh, ovozlarni normaga keltirib olamiz. Bo'ldi. Endi bemalol kuchaytiraveramiz. Xo'sh. Защитник qilamiz, Cannavaro, tezlik, kuch darajasi va atbor beramiz. Hop, 86 lik futbolchi, 96 bo'ladi. Barcha mana shu akkauntlarda asosiy tarkibda o'ynashga haqli futbolchi. Chunki juda ham yaxshi futbolchi-da bu, короче. Hop, ускорение. Xo'sh, boshlanishi yomon emas. Yaxshi ketyapti, xudo xohlasa mana shunday oxirigacha ketsin. Yaxshi kuchaytiraylik. Cannavaro, skorost, atbor, sila. Mana shu 3 talik kuchaytirgich qilaylik. Cannavaro, skorost, atbor, sila. Ayyo, bekor qilibmiz. Mayli, chiqisi yo'q do'stlar. 3 talik kuchaytirgich ham bekor qolib ketmaydi, ishlatamiz uni ham. Sila. Xo'sh. Kecha adashmasam, kechami ilgari kunmi Niderlandiya bilan o'ynadi va 2-1 hisobini qayd etdi. Yomon emas do'stlar. Jahon chempionatiga xudo xohlasa yaxshi tayyorgarlik ko'rishibdi. Yaxshi natijalarni xudo xohlasa kutib qolamiz. Ускорение, chidamlilik darajasi va atborga beraymikin do'stlar. Atborga bersam hozir baribir atborga ham tushadi. Nima qilamiz? Beraveraymikin. Beraveramiz onasini ham. Hayır. Birinchi 100 ni chiqardik, atbori 100 bo'ldi. Shikalat bo'lyapti. Prime paytlari keldi bizga. O'sha 2000 nechinchi yil ekan? 2006-yillari. Hop, skorost, udar va silaga beramiz. Xo'sh. Уже 90 bo'ldi reytingi, lekin bizda hali ham ikkinchi 100 chiqqani yo'q. Tezlik, tezlanish va silaga beramiz. Yana bitta 3 talik kuchaytirgich qilaymi ekan? Nima deysizlar? Bitta qilib olaylik, xudo xolasa. Yaxshi full bo'lsa, shuncha olganga yarasha, buni endi qayta full qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Olganga yarasha zo'r qilib full qilib olish kerak. Mana, bekorga 3 talik kuchaytirgich olmadim. Ana bo'lmasam zo'r kuchaydi. Tepasidan уже yaxshi zo'r ketyapti. Endi ikkitalik kuchaytirgichlar bilan bu yoqni ускорение va pasga beramiz. Endi markaziy himoyachi uchun paslari yaxshi bo'lish kerak, udarlari yaxshi bo'lish kerak. Uncha-muncha bosh bilan o'ynaganda udar yordam beradi. Tezlik, tezlanishlar u eng muhim narsalari o'sha himoyachilar uchun. Xo'p. Chidamlilik darajasi, pas va udarga berib qo'yamiz mana. Xo'sh, chidamlilik darajasi ham 100 bo'ldi. Davom ettiramiz kuchaytirishni.
ускорение, udar va tezlik. Udari 61 bo'ldi. Menimcha yetadi. Qolganini pasiga ham bersak kerak. Nima uchun pasini 100 qilib qo'yarmadingiz deyotganlarga do'stlar, udar muhim. Aytayapman-ku, udar muhim. Nimaga? Chunki bosh bilan o'ynaganda juda ham yaxshi yordam beradi. Bilasizlar, uglovoy bo'ladi, har xil jarima to'plari bo'ladi. O'shanaqa payt bosh bilan o'ynash juda ham muhim. Cannavaro ana shu payt juda ham yaxshi o'sha o'zini ko'rsata oladi. Hozir onasini misol. Biz endi faqat uskarinaga tushirishimiz kerak bo'lmasa hozir voy onasini misol tezlik yo'q bunaqasi ketmaydi. Bittalik ko'chirib beramiz. Pas, skorost. Xo'sh. Yaxshi. 95. Voy onasini misol chiqarmikin bundan hozir tepasidan 400. Umuman tushmayapti, bor-ku. Kontrolga emas. Udarga bera qolaylik, udar, tezlik, pas. Yo'q, do'stlar, hozir umuman biz xohlagandek fut bo'lmayapti. Hozir вообще xavfli hollar kelib qoldi. Даже 600 даже 500 chiqishi ham noma'lum bo'lib qoldi. Voy onasini ham nima qilamiz endi? Xo'p, qani ускорение yaxshi, skorost va udar. Futbol qolmasmikan ish qilib, proriv berdi va tepasidan 400 chiqdi menimcha. Rasman chiqdi. Udarlari 67 bo'ldi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Omadimiz kelib qoldi. Biroz o'sha udarlariga ko'p berib lekin shunga qaramay Cannavaro juda ham ajoyib tarzda futbol oldi. Uncha himoyachi bunaqa futbol bo'lmaydi, o'zini to'g'risini aytganda. Hozir endi nima beramiz? Pasiga berib qo'yamiz, mayli, udariga berib qo'yamiz. Xo'sh, va pasi 91, udari 68 bo'lyapti. Yaxshi, zo'r, yomon emas. Mana shu holatda ham uncha yarim himoyachilarning mazasini qochiradi. Xudo xolasa, bo'ylari biroz pastroq, lekin reytingga udar do'stlar. Mana ishkalat futbolda, xudo xolasa. Bittani shu yerdan rasmga olamiz va har doimgi an'analarga sodiq qolgan holda mana shu yerdan bitta uchtalik kuchaytirish beramiz va voy 100 bo'lmay qoldi-yu pasi. Pasi 100 bo'lmay qoldi, lekin udari 75 bo'lib ketdi do'stlar. 75 udar. Uncha hujumchida ham yo'q do'stlar. Vau, juda ham shikalat tarzda futbolda. Malades. Xursandman. Xo'sh. Mana Leoning udari dashi 80 bo'lib turibdi do'stlar. Buni udari 75. Chiroyli do'stlar. Zo'r, xudo xolasa. Mana o'zi asosan himoyachilarda udarlari past bo'ladi. Mana Gabriel olaylik.